Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar bilan shaharda ko'payib borayotgan yangilik Arizo 8 Pro biznes klassdagi sedanni ko'rib chiqamiz. Yaqinroq kelsangiz, xudo xolasa, polni obzor qilib beraman. Uzoqdan ko'rayotgan mijozlarimizga kelib ko'rish imkoni yo'qlar. Polni obzorni ko'rishlari mumkin. Eshik ochishingiz bilan o'zi premium seziladi. Mana sideniya upravleniyalari, mana bu yoqda S-klass, polni, akustikasi, Sony'dan, periferirovniy sideniya, katta monitor, splashnoy monitor, katta. Aytib o'taman, bu gibrid bo'ladi. Shahar ichida realniy men o'zim haydab yuribman, 5 litr rasxod qiladi. Kimlardir, nimadirlar deb 2,5 taga, 3 taga tushirib qo'ygan, 3 ta rasxod qiladigan mashinaning o'zi yo'q. 5 ta qiladi. Bitta polniy bag bilan 1200 yuribman. Shahar ichida. O'tirib ko'rsataman hammalarga qulayligini. Bemalol. Sportivniy segmentga ham mana richaklari shu moshni ishlangan. Biz endi buni tonirovka qilib chotki chiroyli qilib qo'yganmiz, tayyorlab. Moshni multirul, adaptivniy cruise control, удержание polasi, avtotormojeniya, hamma narsa bor. Slipoy zona, full mashinamiz full. Bu yoqda chiroyli qilib podstakanliklari. Bu yoqda knopka bossangiz, bar, ichida xolodilnik, ikkitalik zaryadnik, bespроводной zaryadnik ikkitalik. Ko'p mashinalarda bitta bo'ladi, tarashib qolishyapti deb ikkita qilib qo'ydik buni, xudo xolasa. Orqalarini ko'ramiz. O'sha datchik dajda, datchik sveta, hammasi nastroyen, o'zida hammasi bor, bemalol. Bunaqa o'zi bu ham katta plus funksiya, lekin bularga o'sha normada ketadi. Oldini kengligini ko'rdingiz, orqasini bitta ko'ramiz. Orqasi endi bemalol. Orqasiga mana o'tirsam, o'zi чувствуется. Komfort, podlokotniklar, orqa deflektor, orqa abagrev, orqada zaryadnik, hamma narsa moshina ishlangan. Orqada ham даже periferirovniy sideniya, terlab ketmaysiz yozda. Moshina. Moshinamizni eng katta yutuqlaridan yumshoqligi, maza, men o'zim aytgandek haydab yuribman. Mana o'zida balonlari sesizonka bo'ladi. 235 ga 45. 18 diska. O'zida ana diskasi ham o'zi dizaynlari bir chiroyli ishlangan. Diskasini almashtirib, boshqa qiladigan unaqa savollar yo'q. Xudo xolasa. Aka mana balonlarni aytib o'tdik. Faralari moshina ishlangan. O'zi chotki yonadi, ikkita yondan bemalol. Zadniy, perednisi va akula. Yurganda maza qiladi. Oldi o'rindig'ini ham komfortini ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Upravleniya sideniyasi xuddi shunaqa oldida maza qilib yurishga. Eko koja ishlatilgan, yumshoq plastik. O'zi ushlaganda sifat seziladi bemalol. Yo'qlarda ham shenalari hammasi bor. Hammaga qiziq joyi oldin bitta ko'ramiz. Qayerdan ochilardi? Ha, bo'ldi, o'zi. Buni ko'ramiz. Atinkovniy metal, og'irligini kelib ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol. Shumka qilingan. 1,5 turbina. Motor. Elektrodvigatel. Polniy. O'zini o'zi zaryad qilib beradi. Men yuribman. Hech zaryadga qo'yadigan savol yo'q. Bitta polniy bak qilaman. O'zini zaryadini rasxod qiladi, o'zini zaryadini qaytib to'ldiradi. Mashina oldi vidini ham bitta uzoqdan obzor qilib ko'rib qo'ysangiz. Oldi vidi chotki chiqqan. Men o'zimga rosa yoqadi. Haydashga, upravleniyada вообще maza, zo'r mashina. Eng ko'p talab ko'payayotgan mashina hozir Arizo 8. Shu Cherry oilasida Arizo 8 ga talab ko'p. Va buni bitta yana o'rtog'i bor. Uni hozir bundan keyin obzor qilib ko'rsataman, xudo xolasa. Unga ham talab o'sha zo'r bo'lyapti.